Bu hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin akalar. Bu gapni sizlarga gapirmasam bo'lmaydi. Nexia 1 ni kim eslayapti? Mana shu Nexia 1 ga biz 1 yil oldin egasiga chiroyli topshiruvdik. Ya'ni eski holatdan bu holatga olib keluvdik. Juda ham ko'pchilikning hissasi qo'shiluvdi. Kimdirlar fara, kimdirlar rul podarka qilishuvdi. Akalar, egalari aytayotdilar, bu mashinani men sotmasam bo'lmaydi deyaptilar. Lekin sotgim ham kelmayapti. Hayot majbur qilyapti. Ne'matilla o'zingizlar olib qolinglar deb aytayotdilar. Agarda men hozir beginaga sotib yuboradigan bo'lsam, Damazli kuni boshimga tushishi mumkin. Damazni ham bilasizlar, Adan yagachan qilib beruvdi, egalari sotib yuboruvdi. Endi o'zlarining mulklari biz rozimiz, lekin juda ham ko'pchilikning hissasi qo'shiladi Damazga. O'shaning uchun o'zing olib qolgin, mana shu Nexia 1 deb aytayotdilar. Akalar, bu mashina ishladi. Okamizning dehqonlar bilasizlar, qulupni tashadilar, tarus tashadilar. Holati oldindagi holatda emas. Esingizda bo'lsa, Neoline kompaniyasi shu mashinaga homiylik qilgan. Ya'ni bitta insonni top, Adan yagacha qilib ber, hamma rasxoti bizdan deb aytishgan. Akalar, yana sizlarni xursand qilish maqsadida Neoline 7700 ni hadya qilmoqchiman. Ilohim, kimdir yutsin, ya'ni shtrafi bor, kira qilib yuradigan akalarimiz yutsin. Neoline'ni prosta отметка qilib ketinglar, kommentariyaga yozib, prosta like bosib qo'yinglar. 24 soat ichida aniqlab shu Neoline'ni hadya qilaman. Nexia 1 bizga o'tdi akalar.